ukalar opa singillar, xudo xolasa Kelesga, ya'ni qoplonma tamoyilga yaqinlashib qoldik. Hozir Kelesga ketmoqdamiz. Qo'ylovdan chiqdik. Har bir reysda xudo xolasa shunday komfortabil avtobuslarda yo'lovchilarni mana kuzatib, o'zimiz oxirigacha borishga harakat qilyapmiz. Kim shunday komfortabil avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol o'z joylarida band qilishlari mumkin. Ayollar, er-xotinlar, farzandi borlar hammaligi oldi qatorlarda bo'ladi. Avtobuslarimiz 2023-yilga, 2024, 2020, 2015-yilga avtobuslar. Qo'ldan kelgangacha sharoitlari yaxshi avtobuslarga sizlarga tavsiya qilyapmiz. Mana aytaylik, har bir sidinaning tepasi bilan raqamlar bilan yozilgan, rushnoylar uchun ajratilgan joyga mana yo'lovchilarimiz hammaliga o'zlarini rushnoylarni, maxsus narsalarni qo'yib qo'ygan. Mana bemalol shunday komfortabil avtobuslarda samolyot, почти samolyot kreslolarida, Uralskiy samolyotlardan yaxshilar kreslolar mana ko'rishingiz mumkin. Boya kreslolarni tozalagan holatlarini ko'rsatdim. Mana tozaladik. Endi mana shunday avtobuslarimizda mana hozir yo'lovchilarimiz borib Moskvaga yetib boradi va Moskvadan keyin avtobusimiz qaytib kelgandan keyin yana reysga qo'yilishdan oldin o'zimiz yana bir qator tozalaymiz. Shunday komfortabil avtobuslarga ketmoqchi bo'lsangiz, ishonchni nomli ekrani. Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent. Toshkent, Sankt-Peterburg, через Moskva bo'ladi. Agarda 20 tadan oshiq yo'lovchilar bo'ladigan bo'lsa, metro Kupchinagacha yo'lovchilarni olib borib qo'yamiz. Kim ketmoqchi bo'lsa yoki kelmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Avtobuslarimizda yana mana 24 soatlik video navigatsiyalar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, qizarib turibdi. Ushbu video navigatsiyalarni, ya'ni bular zapis qilmoqda biz. Bu yerda oldida ikkita va bu yerda mana yana bitta video navigatsiya bor. Ko'rishingiz mumkin, video navigatsiya. Shunday avtobuslarimizda video navigatsiyalar bor, mavjud, har xil ehtiyot shart. Kim ketmoqchi bo'lsa yoki kelmoqchi bo'lsa, ishonchli menlarga murojaat qiling. Ko'ksimiz doim qo'limizda. Bitta o'lchab, bitta kesadigan bo'lar, xizmatlar, like, kommentariyani aytmanglar. Kanalga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.